Xo'sh, mana shu kirpechani olamiz va o'zimizga kerakli narsalarni olamiz. Xo'sh, buni ham olamiz, pakel qilib yasaymiz. Barcha birga salom obunachilar, mani ismim Kompot va mana video roligimga xush kelibsizlar obunachilar. Yaxshimisizlar obunachilar? Mendan so'rasanglar barchasi joyida va ajoyib. Qayerga ketyapsan deydiganlar bo'lsa, menimcha mana bu narsalarni ko'rib turganinglardek, ha, men shaxtaga ketmoqdaman. Shaxtada juda ham ajoyib va g'aroyib ishlarni qilishimiz kerak. Misol uchun nima desam bo'ladi, ko'mir olishimiz kerak, temir olishimiz kerak, yana boshqa birorta rudalarni olishimiz kerak. Misol uchun olmos chiqib qolsa juda ham zo'r, ajab emas. Va nima uchun mana bu nima desam bo'ladi, mana bu olmosli lapotka deydilar, bel kurakni olgansan deydiganlar bo'lsa, endi bilasizlar obunachilar, endi bu kerak bo'lib qolishi mumkin-ku. Mayli. Bo'lmasa nima bo'lganda ham obunachilar, hozir bizda o'zimizning eng yaqin shaxtamizga boramiz demoqchiman. Tushunmadim. Kapot, nima bo'ldi? Mana bu yerdagi shaxta qani? Nimaga bu yerda to'ldirib tashladinglar tuproq bilan? Qisqasi, bilsang agar bu yerda bo'ldi, endi shaxta bo'lmaydi. Qanday qilib shaxta bo'lmasligi mumkin? Axir bu bizni qishloqda eng yaqin, eng yaxshi mana shu shaxta bor edi-ku. Qisqasi buni ichidan hech nima chiqmaydi, bo'ldi. Qarochi hamma narsa ishlatib bo'lingan shaxtada boshqa o'zingda alohida shaxta qurib yubor o'zing uchun alohida, tushundingmi? Shaxta qurish qanchalik qiyinligini bilasanmi? Ha, bilmayman. Qarochi bu yer yopiq, tushunyapsanmi? Kapot shu sababdan endi boshqa shaxta topishga to'g'ri keladi. Yopildi-da bu yer. Bu yerda endi shaxta va bo'lmaydi. Chunki bilasan-ku. Lekin axir bu shaxta bizga kerakligida. Misol uchun men hozir mana shaxtaga ketmoqchi edim. Endi bilmayman Kapot, bu mani muammoim emas bu. Qarochi bu yerda aytgan gapi. Shu sababdan mana shu yerda shaxta yopildi-da. Qani endi sen o'zingga topib ol. Ay, obunachilar, tushunmadim. Nima bu shaxta yopildi deydimi bu? Tushunmadim. Nimaga bu shaxta yopiladi? Axir yaxshi edi-ku bu shaxta. Mayli bo'lmasa mana bu yo'lga qani boraychi, mana shu tomonlarda shaxta bo'lishi kerak, hech bo'lmaganda. Mayli bo'lmasa qani shaxta qilib beraylik obunachilar. Xo'sh, hech nima yo'q. Shaxtani sh harfi ham yo'q. Ajoyib. Shaxta topish mana oson sizlarga mana. Endi ana qishloqning gapini aytyapman-da obunachilar. Bo'ldi, ana endi borib mana shu shaxtani bir nima qilib ochish kerak, tushunmadim. Nimaga bu shaxtani ko'mib qo'ya bo'ladi, tushunmadim. Nimaga? Oh my god, obunachilar, qani mana shu bitta biz mana shuni qilib ko'raylik, qani bitta olaylik. Nima bu? Tuproqlarning ko'pligini. Davay, kovlaylik. Давай, let's go. Kovlash kerak obunachilar desam. Yo mana shaxta. Prosta mana bu yerda ko'mib qo'yibdi bular. Men butun shaxtani tuproq bilan to'ldirib tashlashganda o'ylagandim. Ajoyib obunachilar, tolga zanimatsa mana shuni endi mana misol uchun mana bu yerda ko'mir chiqyapti. Hech nima yo'q, nimadir yo'q, вообще bu shaxta endi ishlatib bo'lmaydigan holatga kelgan deydi menga. Mana temir mana bu yerda temir bu mana ajoyib mana temir, tolga mana shu temirni olamiz. Mana juda ham ajoyib obunachilar, bilmadim bu qishloqqa nima bo'lgan bilmadim-ku. Mayli bo'lmasa mana bu yo'lga boramiz, mana bu yo'lga qo'yamiz va tamam. Nima bu? Bu qayerdan kelib qoldi bu, tushunmadim obunachilar. Bu nima bo'lishi mumkin ekan-a bu? G'alati. Qishloqlar shuni yashirishganligi uchun ana qo'yishgan shekilli. Aytmoqchi bo'lganim, shu narsani, sirli narsani qurib, mendan yashirib, shaxtani ko'mib tashlashgan bo'lishi ham mumkin. Bilmadim obunachilar, men qaranglar, bu o'zi haqiqiymi yo nima ekan bu? Yo'da eshik bor ekan. Qanaqa eshikka kelib, odam qo'rqib ketdi. Obunachilar, mana bu redstone ham yonganidan odam qo'rqib ketdi, mayli. Xo'sh, bu yerda nima bor ekan? Bu yerda ochib bo'larmikan? Davay, ochil. Ochish qiyin ekan-ku bu yerda obunachilar. O'zi bu haqiqiymi bular? G'alati, shuncha narsa bularga qayerdan kelib qolibdi ekan, obunachilar, bilmadim. Mana shuni qani bitta buzib ko'raylik-chi. Haqiqiymi yo'qmi tekshirib ko'raylik-da. Haqiqiy obunachilar. Haqiqiy obunachilar, haqiqiy olmos ekan. G'alati. Qayerdan kelgan bo'lishi mumkin bu narsa? Kim qurgan bo'lishi mumkin? Bilmadim. I'm confusing guys. Xo'sh, mayli, men buni bitta ochib ko'raylik, bir nima qilib, yo'q, tushib ketmayganman mana bular ustimga juda ham xavfli qurilgan ekanda. Mayli. Nima bo'lganda ham mana shuni qani bir nima qilib, ochib ko'rishimiz kerak. Qani, ochil chiqin. Tushunmadim.
Man bu yana nimasi bo'ldi obunachilar? Nima bular obunachilar? Yo, вообще men o'zi gapirishga til ojiz obunachilar. Bu qanaqadir qishloqiga o'xshayapti. Qishloqning haykali, qanaqadir yetalli haykali. Bizda bu qanaqa ruda bo'ldi ekan-a? Qaranglar obunachilar, g'alati. Ha. Qishloqning haykali, ha mana bu burni, qoshi, ko'zi, mana bu oyog'i va qo'li. Tushunmadim obunachilar, bu qishloqi bu, ha. Qishloqning haykali bu yana nima uchun bo'ldi ekan-a? Bu qishloqning haykali g'alati. Bu yerlarni qaranglar, rudalarni. Rudalar haqiqiymikan? Ha, haqiqiy obunachilar, mana bu rudalarni qaranglar, juda ham ajoyibligini. Ha, mayli. Bu bo'lganda ham juda ham g'alati. Juda g'alati obunachilar. Bilmadim bu narsa qayerdan kelgan. Davay, tezroq kirishimiz aka. Tushunmadim. Qishloqlar kelyapti shekilli. Davay, barcha narsani bularni buzish kerak, bularni buz, davay, ichkari kirish kerak. Oba, yopish kerak. Qayerga yashirinishib kerak? Mana bu ortda, mana shuni ortiga yashiringam yaxshi. Xo'sh, davay, eshik oching-chi. O, ana, eshikni ochdi, ajoyib. Bu mana bizning haykalimiz, bizning короче. Tushunmadim, bu yana nima bo'ldi ekan-a? Xo'sh, bizga yaxshilik olib kel, janob haykal. Biz hali juda ham ko'p zumradlar olib kelamiz senga, opitlar olib kelamiz senga. Qishlog'imizni tinch qil, tinchlik bo'lsin faqat qishlog'imizda. Iltimos. Biz senga olmoslar olib kelamiz. Tushunmadim, obunachilar, bu yana qanaqadir oddiygina toshga bular sig'inyaptimi yo menga shunday tuyulyaptimi? Obunachilar, bilmadim hozir nimadir deyishga hayronman obunachilar. Bu Xo'sh, ona haykal. mayli. Hopshu. Voy. Sorry. Ya, bu yana nima bo'ldi? Ya, kapot? Ha? Qishloqlar yaxshimisizlar? Ya, buni bu yerda qanday topding bu yerda? Man tushuntirib beraman. Mayli, hozir bu yoqdan o'taylikchi. Men juda ham neto joyga o'tiribman, noqulay joyga o'tiribman. Bu yana nima qishloqi bo'ldi? Bu nima qilyotdinglar bunga ham, ha? Bu mayli, senga aytishimiz kerak bo'ldi. Biz короче sandan yashirmoqchi edik buni. Buni sizlar qurdinglarmi hozir shunda? Yo, buni biz qurganimiz yo'q, bu tovonli buni. To'g'gan bo'lsa nima bu? Qani bu sig'inish bu? Neto emasmi bu? Короче, buni biz mana shu yerdan tovonli. Qara mana buni rudalarni va hamma bilmadim, bularni biz qurganimiz yo'q lekin. Rudalarni sizlar qurmagansizlar, to'g'rimi? Ha. Qisqacha mana shu turgan ekan biz bu короче yaxshilik ramzi bo'lsa kerak, bu bizga kelgan bir sovg'a bo'lsa kerak deb o'yladik. Bu короче janob haykalga rahmat deb shu qishlog'imizga tinchlik bo'lsin deb shunaqa ishlar qildik. Keyin opitlar berdik. Kecha yo'q edi-ku bu narsa, to'g'rimi? короче ha, endi bilmadik, qayerdadir kelib qolish, shu sandan yashirmoqchi edik. Ha, mayli, bilmadim. Bo'lmasa mayli, hozir nima qilamiz? Bilmadim endi, sayt chiqib tursa biz qilib olardik. Bu oddiygina tosh-ku. Davay mana bu zumradlarni barchasini, rudalarni barchasini olinglar. O'zimizga kerakli, mana qishloqqa nima desam bo'ladi, mana nochor odamlarga beramiz mana shularni. Bu bor oddiygina haykal, bu bitta tuflasa, bitta puf desa, bu короче buzilib ketadi. To'g'ri aytasan lekin. Buni qara, mana juda ham zo'r. Davay barchasini buzishimiz kerak. Va bu desa bo'ladi. Va bu rudani va olmaslik kerak bilan bitta buzib ko'rdi. Bu tuman bu opitmi bu? Bu qanday bu? Tushunmadim, bu rudan hech ko'rmagan ekanman. Juda ham zo'r, ajoyib ekan bu. Ha. Endi bilasanki biz shularni topdik, yana shularni olib keldik. Bo'ldi, davay barchasini olinglar. Bu oddiygina toshku. Davay hammalaringiz olinglar. Ha, lekin to'g'ri aytasan, kapot. Davay barchamiz buzishni boshlaymiz. O'zimizga kerakli zumradlarni mana shularni olamiz. Qishloqqa kimga kerak bo'lsa mana shu nochor odamlarga beramiz. Bu oddiygina tosh haqiqatdan. Ha, albatta, mana endi to'g'ri fikrlayapsizlar. Davay barchasini olinglar, buzinglar. Bu bori вообще befoyda tosh bu. Davay bu toshga barcha narsa nima kerak bu? Xo'sh, obunachilar. Ko'rishinglar mumkin. Biz tolga mana shu narsalarni qo'yib chiqdik. Xo'sh, barcha narsa olindimi? Ha, olindi. Qishloqlar, короче, endi men aytyapman-da, mana bu obunachilarimga aytyapman. Shu narsalarni oldik deyapman. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana bu opitni ham ko'rishinglar mumkin. Ha, opit ham juda ham ko'p bo'ldi. Lekin obunachilar, hali juda ham ko'p narsalar bor, mana ko'rishinglar mumkin.
Ey, men qaraylar juda ham ko'pligini men qaraylar. Mayli, obunachilar. Hali bularning barchasini olamiz, chotka qilamiz ham. Lekin obunachilar, hali ham savol bor. Buni kim qurgan bo'lishi mumkin? Qishloqlar tovagan bo'lsa. Menga juda ham qiziq. Kim qurgan? Agarda sizlar kimdirlar biladigan bo'lsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Bizga juda ham qiziq. Mayli, nima ham derdim obunachilar, bugun sizlar bilan yana kompot bo'ldim. Kelasi videorolikda ko'rishguncha xayr.